O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga tayyorgarlikni reja asosida davom ettirmoqda. Fabio Cannavaro shogirdlari Nyu-York yig'inini yakunlab, Atlanta shahriga yetib bordi. O'zbekiston milliy terma jamoasi delegatsiyasini Atlanta shahrida Jahon chempionati tashkiliy qo'mitasi vakillari tantanali tarzda kutib olishdi. Endi jamoa mundial bahslari oldidan so'nggi tayyorgarlik jarayonini aynan shu yerda Atlanta United jamoasiga qarashli mashg'ulot bazasida olib borishadi. Hamma emotsiyalar ajoyib, barchamiz xursandmiz va nihoyat biz uzoq kutgan vaqt keldi va barchamiz tayyormiz, xudo xohlasa. Amerikaga vaqtlariga mancha o'rnashib qoldik. Biz oldinroq vaqt kelib, o'sha Nyu-Yorkda ham 10 kunlik mashg'ulotlarni olib bordik. Hozir hamma atmosfera ham hamma tomonlama ajoyib hammasi. Birinchi navbatda juda katta g'urur bu men uchun, nafaqat men uchun, balki butun jamoamiz uchun. Biz faqat terma jamoa nomidan emas, balki butun O'zbekiston nomidan kelib qatnashyapmiz. Aytib o'tganimdek, bu uzoq kutilgan orzu edi biz uchun. Faqat bizni qo'llab-quvvatlashliklarini so'rardik va albatta biz o'z o'yinlarimiz bilan xudo xohlasa xursand qilamiz ularni. Jahon chempionatidan oldin murabbiylar shtabi tomonidan ishlab chiqilgan dastur asosida futbolchilarning jismoniy va funksional holatini yuqori darajada ushlab turishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mashg'ulotlar davomida taktik tayyorgarlik, raqiblar o'yini tahlili hamda jamoaviy harakatlarni takomillashtirish bo'yicha ish olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etadi. Mundialning guruh bosqichida vakillarimiz Kolumbiya, Portugaliya va Kongo terma jamoalariga qarshi bahs olib borishadi. Milliy jamoamizning asosiy e'tibori musobaqada munosib ishtirok etish va muxlislar ishonchini oqlashga qaratilgan. Ma'lumot uchun O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi ishtirokini 18-iyun kuni O'zbekiston vaqti bilan 7:00 da Kolumbiyaga qarshi o'yin bilan boshlaydi.